Assalomu alaykum azizlarim. Staten Islandda bugun yana bitta uy to'yi bo'lyapti. Yana bitta 1 milliondan oshiq uyni kaltlarni xudo xolasa uyda egasiga topshiramiz. Bugun 10305 zip koddamiz. Verazana ko'prigidan bor yo'g'i 2-3 minut yo'l xolos. Bu yerda bilasizlar, yer qanaqa qimmat. Mana 3200 kvadrat fut uyimiz. Shunaqa zo'r remont qilgan o'zlari uchun 10 yil oldin olgan egalari. Hamma narsasi tayyor turibdi. Shunda kirib yashash kerak. Yana bitta zo'r tomoni Elementary maktabga ham juda yaqin va Brooklyn ham juda ham yaqin. Ismotil aka, tabriklaymiz. Uylar muborak bo'lsin. Rahmat. Davomli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Qanday bo'ldi proseslar? Proseslar juda zo'r bo'ldi. Katta rahmat. Rahmat sizga. Komandangizga juda tez chiroyli qilib berishdi. Hamda brokerimiz Vladjon, gap yo'q, Shahloga rahmat. Hammasi zo'r bo'ldi. Rahmat. Maslahat beramiz, kelinglar. Sog' bo'lasiz, siz ham ishonganingiz uchun rahmat aka. Rahmat sizga. Xudo xolasa bundan ham katta uylar olaylik. Bu kichkina arzimagan sovg'a Xo'p. O'zbekistonga jo'natib oling. Hozir hamma O'zbekistonga berayotgan qarindoshlarga. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. Rahmat. Xo'p, mayli. Azizlar, Rahmat sizlarga. Sizlar ham uy olmoqchi bo'lsanglar, kutmanglar, chunki bunaqa uylar 5-6 yil oldin 1 milliondan arzon bo'lgan. Hozir narxlarni ko'ryapsizlar, qanaqa qimmat bo'ldi. Bu bozorga chiqqan paytida 1 million 575 mingga chiqqan edi. Urilib ancha 200 mingdan oshiqroq narxini tushirishga muvaffaq bo'ldik. Shunda ham agar bugun olmasanglar 2030-yilga kelib bu uylarning narxi 1 million 700 mingdan oshib ketadi. Shoshiling, ishlarga omad. Assalomu alaykum azizlarim. Mana kirishimiz bilan uyimizda garderob, top of the line dahshat qilib kitchen qilgan. Hammamizga nasib qilsin. Mana bu qalinligini ko'ryapsizlarmi? Polni backsplash'lari ham quartz qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. Vatandoshlarimizga olib beryapmiz. Xudo xolasa bugun qo'l qo'yadi. Xursandmiz. Mana bunaqa Bosch brendli duxovkalar. Mana bu formal dining area. Birinchi etajda ham kerak bo'lsa mana vannasi bor. Dushlari bilan birga. Hamma dushlar shunaqa zo'r qilingan. Ko'ryapsizlar? Dahshat. Bu yerda mana bunaqa katta zal, family room. Orqada mana bunaqa ajoyib deklar. Qo'yinglar. Dahshat. Upstairsga chiqamiz hozir. Bizda nima ko'p, mehmon ko'p. Mehmonlarga mana bu yoqda yana bitta family room bo'lyapti. Bu yoqda 3 ta yotoqxona ketgan.